Do'stlar, video boshlanishidan oldin savolingizni va shartingizni yozib qoldiring. Meni yuzimni ko'rishni istasangiz albatta. Hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Shoqruqboy. Bugungi videoda biz Artcraft serverda sirli sandiq yashiramiz. Kim topib kela olsa uniki. Hozir mana set tayyorlab qo'yganman. Bunga o'zinglar mending qo'yib olasizlar va mana bitta qilich. Bunga jon ko'chirgan mana bu. Bitta qopqon qo'yamiz mayli. Mana bundan sfera qo'yamiz. Endi nima qo'ysa bo'ladi? Muzlatuvchi shaf qo'ya olamiz. Mana opt qo'yamiz. Setini tuzatish uchun. Lekin yaxshigina set maslahat beraman. Endi o'sha bitta sirli sandiq bo'lishimiz kerak. Mana shu sandiq bo'laveradi. Nima bu buzilmadi? Biz eksklyuziv taklif beramiz sizlarga. Mana shuni RSPga random teleportga yashiraman. Topib kela olsa kim o'shaniki set. Guys, mana cho'ldamiz. Hamroda ham. Kimlar yuribdi? Men tushunmayman. Shavqat so'lanmanda. Yo, bayraga emas, parni bo'lsa kerak, qilsak. Cho'lgan bilmaydi. Amayli. Ularni yashirishi boshlamoqmi? Hammasini ikkiga bo'lib chiqdim o'zi ham. Sandiq yashirdim. Koordinatalari videoda. Kodina qiz. Yo'q. Hamma birdaniga tinch qo'ymayapti. Setim olib kelyapti. Baxtga yetib. Mayli, klan home'ga boramiz. İlk koordinatini aytyapman. Bilmayman. Hop, koordinatini aytadigan bo'lsam, Yo'qam. Hali kasobat ko'tinch. Mana. 3 salik mashina. Koordinati. Mana shu koordinataga kela olasizlar. Men tasha qo'shib yubordim. Mana xuddi shu koordinataga kelasizlar. Mana shu koordinataga kelasizlar. Bo'ldi. Men nihoyat umrim davomida birinchi ishni qildim. Ya'ni RTPga sanalashdim. Bunga men majburmidim. Lekin nimaga men bular meni asabimni o'zyapti. Phantom Brain ekan. Phantom Brain. Clone home. To'xtalab obunachilarimizga ko'rmaydi. Videoda bor qayta sekta olaman. Hammaga xayr bolalar, sizlarni Shoqruqboy bo'ldi. Shu koordinataga kelib, setini olib ketishini mumkin. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar.
ham bu ishni rahmat bu ishni qilganlar uchun. Hammaga xayr.